bahor yozda sizni kayfiyatingizni chok qilish uchun soyabonimiz sizga shunaqa gullari chiroyli bo'lgan soyabonlarni taqdim etadi. O'rtoqlar, diqqat bilan bu videoni o'tkazib olmasdan ko'ringlar. Ayollarimiz uchun juda ham nejli bo'lgan soyabonlarimiz yetib keldi. Ishlatishga juda ham qulay bo'lgan. Xo'p, yozda kayfiyatni ko'taradigan har xil gulli rosetkalar bor. Agarda yo'q, menga gul qizimas ekan, menga skromniroq ko'rsatsangiz, Anatoliy rosetkadagi 3 xil rangda bahorda, yozda kayfiyat beradigan soyabonlarimiz yetib kelgan. Ichlari hammasi qora bo'ladi, ya'ni quyoshning ortiqcha nurini sizga o'tkazmaydi. Ichida ozgina bo'lsa ham salqinlikni sizga taqdim etadi. O'rtoqlar, yig'ilgandan keyin xuddi shunaqa 25 sm bo'ladi. Sumkangizga svobodniy sig'adi. Xo'p, har xil gulli rosetkasi bor. Bolalarga aytsangiz, sizga bitta-bittalab obzor qilib, xohlasangiz rasmlargacha tashlab berishadi. Agarda shu videodan skrinshot qilib turib, direktimizga tashlasangiz, dastavka ham butun O'zbekiston bo'ylab ishlaydi. Agarda yo'q, ukam, men borib olib ketaman desangiz, manzilimiz Janubiy vokzalning ro'parasi, Vega Center 2-qavatda joylashgan. Gullarni bitta ko'rib qo'ying. Siz uchun obzor qilib beraman. Ruchkalarni ham ko'rishingiz mumkin. Plastmassada ishlangan, nimagaki yengil va qo'lga приятный, juda ham qulay bo'ladi. Oxirgi rosetkasi bitta ko'rishingiz mumkin. O'zini g'iloflari bilan birga, bu ham knopkali, chunki yomg'irda ham ishlatsangiz bo'ladi, rasolib ketmasligi uchun, akkuratli turish uchun ham yomg'irga, ham quyosh ishlatsangiz bo'ladi. Qaysi modeli sizga ko'proq yoqdi? Kommentariyada belgilab keting.